Yelena, qizim, bilaman, bu sening hayotingdagi eng og'ir damlar edi. Tushunaman, onangni ham sog'inyapsan. Hozir u sen bilan birga bo'lmasa ham, u seni juda yaxshi ko'rardi. Nima demoqchiligimni bilyapsanmi, azizim? Ha, dada. Ammo bir narsani esingdan chiqarma. Men seni doim yoningda bo'laman. Va'da berasizmi? Ha, albatta, chin so'zim. Uning qurbonlari yana tuzoqqa tushmoqda. Odamlar yana yo'qolib qolmoqda. Qurbonlar soni ortmoqda. Bu yovuzlik. Aybdorni topish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. LTD va aslmedia.net mahsuloti. Murda yig'uvchi kolleksioner. Ikkinchi qism. Qurbonlar soni bo'yicha bu jinoyatchilik shahrimiz tarixida rekord darajaga chiqdi. Bu vaziyatni kuzatib borayotgan oddiy aholi orasida qo'rquv va sarosima vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Hammaga salom. Biz shuni ma'lum qilishimiz mumkinki, qotillik har joyda bo'lishi mumkin. Korxonalar, ish joylar va boshqa joylarda va ularni o'ldirishi mumkin. Aniqlashimizcha, har bir qotillik joyida bir jabrlanuvchini tirik qoldirish kerak. Xo'sh, qancha inson hayoti xavf ostida qolmoqda degan savol tug'ilmoqda. Oddiy aholi bu haqida qanday fikrda? Hukumat a'zolari yangi choralar izlamoqda. Qotillikdan so'ng marhumni tanib bo'lmayapti. Bu esa politsiyaga qotillik bo'yicha yangi tartiblarni amalga oshirishga xalaqit bermoqda. Hammaga ma'lumki, bu eng vahshiy qotillik. Erkaklar, ayollar, bolalar, yosh va qariyalar u hammani kamsityapti. Yo'qolganlar orasida biz tanigan insonlar ham mavjud. 2 marta sudlangan Arkin O'Brien ismli shaxs oradan ko'p vaqt o'tmasdan tibbiyot xodimlarining 911 raqamli qo'ng'irog'iga javob berdi va o'z fikrlari bilan baham ko'rdi. Iltimos, men barchangizdan shuni so'ragan bo'lardim. Agar u sizlarda bo'lsa, iltimos, uni qo'yib yuboring. Iltimos, uni kechiring. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Umid qilamanki, biz albatta uni qo'lga olamiz. Hozir uning izini topganmiz va albatta javobgarlikka tortamiz. Qolgan barcha yangiliklarni aslmedia.net saytidan bilib olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Hoy, salom. Qayerdasan? Ha, bugun tunda kechga qilishga borolmayman, qizaloq. Hali ishlarim ko'p. Kechikishim mumkin, lekin harakat qilaman. Kelishdikmi? Hoy, kim bilan gaplashyapsiz? Kela qoling. Ketamiz, hamma joyga bo'lsin. Bo'ptik, kelishdik. Ishonsam bo'ladimi? Ha, men seni sevaman. Bo'pti, yaxshi qol. Men ham seni sevaman. Salom Messi. Nima qilyapsan? Hozir kitob o'qiyapman. Ibrahim menga ishonib ketdi axir. Yaxshi, kiyinib tur. Men seni ziyofatga olib boraman. Bilmadim, men juda charchadim. O'ylashimcha hozir yotsam kerak. Ha, men seni tushunaman. Derazadan tashqariga qara. Ha, mayli, 5 daqiqa kutib turinglar, hozir tushaman. Barchani hayratga solayotgan bu vaziyat haqida voqea joyidan bizga kim xabar bermoqda? Xo'sh, qotilning bu ishlardan maqsadi nima? Qurbonlar soni bo'yicha bu jinoyatchilik shahrimiz tarixida rekord darajaga chiqdi. Bu vaziyatni kuzatib borayotgan oddiy aholi orasida qo'rquv va sarosima vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Hozirgi ma'lumotlarga qaraganda 50 dan ortiq odam bedarak yo'qolgan. Oila a'zolari bo'lsa ularni izlamoqda. Xo'sh, nima deysan? Ustimdagi kiyim yaxshimi? O'ylashimcha kiyimning bunga hech qanday aloqasi yo'q.
Ha, buni bilaman, lekin har bir detalni hisobga olish kerak. Men senga aytsam, bilasanmi shuni? Bo'ldi, bas qil. Birinchidan, buni menga qizig'i yo'q. Ikkinchidan bo'lsa, hech bir qiz sening qo'pol gaplaringga zor emas. Sen unga chiroyli ta'rif berishing kerak. Qo'lingdan keladimi? Faqat buning uchun sen o'zingga ishonishing kerak, tushunyapsanmi? Qani bolakaylar, ketdik. Salom, Josh. Oyog'ingdagi chiroyli ekan. Sening otang yangiliklarni eshitgan bo'lsa, chiqishingga ruxsat berdimi? Deyarli shunday. Lekin men boshqa yo'ldan yurdim. Ha, deyarli kelib qoldik. Lekin faqat kirishimiz uchun parol kerak. Voy, yana qanday parol? Yo'q, hech qanday. O'ylashimcha, biz bu yerga adashib kelib qoldik. Kirish joyi shu yer bo'lishi kerak. Ko'rinishdan bu yerda qorovul bo'lsa kerak. Parolni ayt unga. Yo'q, hech qanday. Oyoq kiyimingga gap yo'q. Qoch bu yerdan. To'xta, shoshmay tur.
Oy, yo'limdan qochinglar. Qochib tursang-chi. Yaramaslar, qochinglar. Voy, jin ursin. Hali o'rningdan turma. Tur. Kel, menga yordam ber. Yordam ber. Kel, bu yoqqa kel. Yordam ber. Menga yordaming kerak. Hoy, shoshma, to'xta. Menga yordam berishing kerak. Yo'l beringlar. Nima bo'ldi, Brain? Jin ursin. Brain yo'q. Hamma men bilan qochdik. Nimalar bo'lyapti? Kimdir tushuntirib bera oladimi? Yo'q. Yo'q, nimalar bo'lyapti? Yo'q, ey Xudoyim. Ey Xudoyim. Nima bo'lyapti? Hoy, Yelena. Yelena, iltimos, meni qutqar. Meni iltimos, qutqar meni. Qutqar. Nima qilishim mumkin? Menga qara, Messi. O'lchay olasanmi? Yordam ber. Yo'q, men buni ocha olmayman. Yo'q, Duganajon, yo'q. Orqangga qara, u orqangda turibdi. Xo'sh, bemorga nima bo'lgan? Hayajonlanmang. Iltimos, hayajonlanmang. Unga hoziroq 20 mg Versidik va 10 mg morfin bering. Ismingizni ayta olasizmi? Arkin. Xo'sh, operatsiyani boshlashimiz kerak. Iltimos, uni ushlab turing. 1, 2, 3. Oh, la'nati! Hoy, meni nima qilyapsiz? Qo'yib yuboring. Nima xohlaysiz? Bu yerga uni ushlab turinglar. Uni qo'lini ushlang. Bu yerga kirish mumkin emas. Janoblar, iltimos, bu yerdan chiqib keting. Ishingiz bo'lmasin. Biz uni hibsga olishimiz kerak. Ishingiz bo'lmasin. Bo'ldi. Hammasi joyida. O'zingizni bosing, yigitlar. Hamma o'zini bossin.
Hoy, bularni yo'qot. Yo'qot mendan bularni. Ol. Yo'q! Oh, Liza. Men seni boshqa ko'rmayman deb o'ylagandim. Ha, bu borada omading kelmabdi. O'zi senga nima bo'ldi? Hammasi yaxshi, qizaloq. Eng muhimi sen yodimdasan. Gul olmasang ham bo'lardi. Yo'q, uni men olmadim. Xo'sh, o'qib ko'rchi. Kim yuboribdi unda? Kolleksiyamdagi 12 raqamli. Muborak bo'lsin. Oilang bilan endi birgasan. Tuzalib ket. Bu yana nima bo'ldi? Xo'sh, yana nima qilding? Nima? Menga quloq sol. Sen bu yerdan tezroq ketishing kerak. Yo'q, hoziroq. Yo'q. Ketayotganligingni hech kim bilmasin. Hatto sumkangni ham olma. Iltimos, bor endi, bora qol. Xo'p, yaxshi, mayli. Bora qol. Men keldim, borishing mumkin. Yaxshi dam ol. Salom, Arkin. Sizga hamma bilganlarimni aytib bo'ldim. Yo'q, men politsiyachi emasman. Kimsiz unda? Mening ismim Lachello. Hoy, siz nima qilyapsiz? Xavotirlanishga hojat yo'q. Menga yordamingiz kerak. Bir odam o'zining qizini izlayapti. Balki sen uni ko'rgandirsan. Ha. Tirikmidi? Oxirgi ko'rganimda tirik edi. Demak, u olib ketdimi? Agar jasadi topilmagan bo'lsa, balki olib ketgan bo'lishi mumkin. Uning ismi Yelena. Men uni topishim uchun atigi 48 soat vaqtim bor. O'ylashimcha uni qayerdan topishim kerakligini bilasan. Siz uni topaman deb o'ylayapsizmi? Axir politsiya qila olmadi-ku. Boshqalarni bilmadim-ku, lekin men qila olaman. Men jamoamni yig'dim. Topishimiz bilan uni o'ldiramiz. Qanday rejangiz bor? U bizni Yelenaning oldiga olib boradi. Xo'sh, politsiya haqida nima deysiz? Bu ularning qo'ldan kelmaydi. Bu odamning qiladigan ishlari qonunga zid. U mening butun dunyoyim. Uni topishingiz kerak. Janob, sizga va'da berishim mumkinki, tez orada yoningizda bo'ladi. Rahmat senga, Lachello. Yelena, qizim. Dada! Otajon! Yelena! Dada! Yelena! Dada! Dada! Men sen bilanman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hoy! Hoy! Bu yerda kim bor? Kim bor bu yerda? Yo'q, yo'q. Voy, ovozingni chiqarma. Unday qilmang. Kerak emas. Kerak emas. Qoching. Kerak emas. Shart emas. Menga bunday qilmang. Yo'q. Iltimos. Meni qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring meni. Voy jin ursin. Iltimos. Yordam beringlar.
Qo'rqib ketdingmi, qizaloq? Keyingisi sen bo'lishing mumkin. Men esa hozir ketdim. Keyinroq qaytib kelaman. Yo'q. Xudoyim. Biz qizaloqni bugunoq topishimiz kerak. Bu Arkin O'Brayn. Biz tirik qaytishimiz uchun eng yaxshi imkoniyat bu. Keling, yaxshisi bir narsani aniqlik keltiraylik. Men u yerga boraman. Lekin men ichkariga kirmayman. Yaxshi, lekin biz Yelinani topgunimizcha birga bo'lishimiz kerak. Qolganini bizga qo'yib ber. Endi nima qilishimiz kerakligini aytsang yaxshi bo'lardi. Agar siz bu yigitni tiriklayin qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, hammasidan boshidan boshlashimiz kerak. O'sha meni solgan o'sha qutidan boshlash kerak. Har bir burilishni qo'limga muhrlab qo'yganman. O'ngga yoki chapga burilganda darhol belgilab qo'ydim. Mashinaning tezligi soatiga 50 mil edi. U har bir to'xtab kesilgan joyni boshqa joyga bormasligi uchun aniq qilib qo'ydim. O'ngga buriling. Maslahatim, yaxshilab tayyorlaning. Nimangiz bo'lsa barini oling. Agar uning qo'liga tushadigan bo'lsangiz, o'ldirmasdan qo'ymaydi. Chapga. Bir narsani esingizdan chiqarmang. Siz uning uyiga boryapsiz. Har qanday vaziyatga tayyor turishingiz kerak. Yetib keldik. Bu mehmonxonadan foydalanilmay qolganiga ancha bo'lgan ko'rinadi. Nima bo'lganda ham xush kelibsizlar. Sen bu borada ustasi farangsan, balki yo'limizni ochib berarsan. Yaxshi, undan keyin meni boshqa qiladigan ishim qolmaydi. Voy xudoyim. Bu yerda kimdir bormi?
Faqat ehtiyot bo'ling. Bu yer labirint kabi chalkash. Shuning uchun ham sen biz bilan birga borasan. Nimalar deyapsiz? Biz bunga kelishmagandik. O'zing o'ylab ko'r, sen unga yordam berasan, men yigitni o'ldiraman. Men uni qayerdan topishni bilmayman. Oramizda ichkarini yaxshi biladigan sendan boshqa odam yo'q. Shuning uchun bizga yordam berishing kerak. Marhamat, xonimlar birinchi kirsin. Og'zingni yop. Sen tashqarida qolasan. Nimadir bo'lsa xabar ber. Bugun mehmonlar kelibdi. Yaxshi. Ularni kutib olganimiz bo'lsin. U yerda nimadir qimirladi. Hech qisi yo'q. Bundan boshqa yo'limiz yo'q lekin. Sen allaqachon bu qizni bir bor tashlab ketganding. Yana bir bor tashlab ketishni istaysanmi? Hech bo'lmasa meni o'zimni himoya qilishim uchun bir narsa bering. Nima, hazillashyapsizmi? Yo'q. Lin. Oy, Lin. Hammasi joydami? Nega jimsan? Gapirsang-chi. Xo'sh, nimadir bo'ldimi? Hey, jin ursin baringni. Bu nima bo'lishi mumkin? Sen yaxshimisan? O'ylashimcha, uning tili kesib tashlangan. U nima qilayotganini ham anglamagan. U yaramas, buni zombiga aylantirib qo'ygan. Ha, bu jirkanchishlar uning qo'lidan keladi. Ularning hammasi uning aytganini qilmaganligi uchun itga aylantirib tashlagan. Demak, bu zombi ekanda. Yo'q, unday deyishga hali erta. U shunchaki odam yoki unga o'xshagan narsa. Bu yerdagi giyohvand moddalar kimnidir hayvon qilishga yetarli bo'lgan. Oy, bu yoqqa qaranglar. Bu nimasi endi? Hamma quloq solsin. Mana shunday qilamiz. Boshlanishiga bu qanday maxluq bo'ldi?
Qani, men bilan yura qol. Voy yaramasa. Voh itbachcha, hozir senga ko'rsataman. La'nati, ma, ol. Qani bolalar, yopinglar, ushlanglar. Davay, ushla. Menda qurol bor. Nimalar bo'lyapti o'zi? Ha, sen boshlab kelding mana shu la'natli joyga. Bo'ldi, o'zingizni bosing. Shunisi yetmay turgandi. Qarang, signal yo'q. Biz burchakka tiqilib qoldik. Yaxshisi bu yerga politsiyani chaqirish kerak. To'rt tomonimiz beton bilan qoplangan. Buning ustiga esa 10 metr chuqurlikdamiz. Bunday vaziyatda sarosimaga tushmasligimiz kerak. Tushunyapsanmi? Yaxshi, to'xtab qolmaylik unda. Hamma bir-biriga yaqinroq yursin. Hoy, bu yerda kim bor? Men sizni eshitdim. Kimsiz? Iltimos, meni tashqariga chiqarib yuboring. Iltimos sizdan. Yaxshi, men urinib ko'raman, lekin baqirmasliging kerak, xo'pmi? Mayli, tushundim. Sen kimsan? O'zing kimsan? Seni qayerdadir ko'rganman. U seni qo'yib yubordimi? Yo'q, qo'yib yuborgani yo'q. O'zim chiqib oldim. U meni shu ahvolga soldi. Mening ismim Yenena. Seniki-chi? Meniki Ebbi. Bu yerdan qanday chiqish kerakligini bilmaysanmi? Oh, yo'q, bu yerdan chiqa olmaymiz. Buning iloji yo'q. Biz hech qayerga keta olmaymiz. Agar xohlasak bu yerdan chiqishimiz mumkin, tushunyapsanmi? Qani yur. Ketdik. Urinib ko'ramiz. Bu yerda oyoq izlari bor ekan. Yaxshilab qarang. Oy, qo'lingni ko'tar. To'xtang. Iltimos. Orqaga. Iltimos, menga yordam bering. Qimirlamang, bo'lmasa otib tashlaymiz. Men ulgurmadim. Qo'limdan kelmadi. Hoy, nima haqida gapiryapsan? Kolleksionerni. Sizlar ham eplolmaysiz. Hamma orqaga. Arkin ko'rinmayapti. Qani u, Arkin? Qani, topinglar. Hoy, Arkin, qayerga yo'qolib qolding? Arkin, qanisan? Ushbu film maxsus talablarga binoan Asl Media studiyasida o'zbek tiliga tarjima qilindi.
Yo'q, men u yerga kirishni istamayman. Ha, rahmat senga. Yurishda davom etishimiz kerak. Ha, albatta. Bilasanmi, menga bu juda yoqdi. Shoshma, bu bilan nima demoqchisan? Sen yo'q, siz hech qachon g'alaba qozona olmaysiz. Nima deysan? Senda qandaydir noma'lum kuch bor. Sen baribir yutqizasan. Hoy, jim bo'l. U meni shunchaki sinayapti. Jim bo'l, bo'ldi, yaxshi. Hoy, o'zingni bos. Mendan nari ket. Menga yaqinlashma.
Tony, please. Help me. Iltimos, yordam bering. Iltimos, yordam bering. Qutqaring. Iltimos, o'tinaman. Hoy odamlar, yordam bering. Meni ishlayapsizmi? Iltimos, yordam bering. Kimdir bormi? Sen omadsizlikning eng oxirida turibsan. Axir sizga aytgandim, uning cho'chog'ini kesish kerak. Oy, sen nimadir qo'y uning oldiga. Bilasanki, men uni kesib ololmayman. Qo'y. Menga bering. Qani, ketdik, yuringlar. Bu kuningdan battar bo'lganing yaxshi edi. Ahmoq, azobingni tort. Qani, tezroq bo'linglar. Hoy ahmoqlar, u tepada. Hey odamlar, iltimos, yordam beringlar. Yordam! Agar tirik qolishni istasangiz, menga quloq solishni boshlashingiz kerak. Biz barchamiz birga harakat qilishimiz kerak. Shunda bu yerdan chiqib ketishimiz mumkin. Men qizaloqsiz hech qayerga ketmayman. Qarang, shuncha vaqtdan beri topolmadingiz. Demak, u o'lgan bo'lishi mumkin. Sen hali hech narsani tushunmading. Men unga jonimni tikkanman. Men uning otasiga va'da berganman. Men uning qayerdaligini bilaman. Evaziga meni o'zingiz bilan olib ketasiz. Hoy, ishonching komilmi?
Yo'q. Yo'q. Bu Yelena emas, bu Paz. Nima qilmoqchisan? Qochmoqchimisan? Bu qopqon. U Yelenadan bizni uzoqlashtirmoqchi. Maqsading nima o'zi? Maqsadim Yelena. Og'ayni, maqsadingni unut. Eshitmayapsanmi nima bo'lganini? Yaxshisi o'zingni ovora qilib, xafa qilmagin. Sen u bilan birga qol. Ikkingiz shu yerda qoling. Kim bor? Yordam bering! Yordam bering! Yordam bering! Yordam! Iltimos, kerakmas. Iltimos, yo'q. Kimdir bormi? Iltimos, menga yordam bering. Hoy, hozir. Yordam bering. Meni yerga tushiring. Meni yerga tushira olasizmi? Iltimos, yordam bering. Yo'q, men sizga tegina olmayman. Hozir, biroz shoshmay turing. Yo'q, qochinglar, bu tuzoq. Ketish kerak. Bu tomonga yurish kerak. Qani, yuringlar, ketdik. Mana buni yechinglar tezroq. Yelena, tezroq bo'linglar. Siz yana keldingizmi? Mana buni yechinglar. Yechinglar mana buni. Lacello? Nahotki bu sensan? Ey Xudoyim, o'zingga shukr. Biz seni bu yerdan olib chiqamiz, xo'pmi? Maylimi? Ketdik. Yuringlar. Yo'q, bunga ishonmanglar. U aqldan ozgan. Yo'q, o'zingni bos. Hammasi yaxshi. Biz xavfsiz joydamiz. Tezroq bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Ha, bo'ldi, ketdik, qani, ketdik, yuringlar. O'ylashimcha chiqish yo'lini bilaman. Hech qisi yo'q, yura qol. Qancha o'qingiz qoldi? Atigi 2 ta. Yaxshi, qurolni menga bering. Hozir bizga eng muhimi bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. U yerda joylashgan narsalar bunga yo'l qo'ymaydi. Tushunyapsizmi? Quloq soling. Hozir menga ishonish vaqti keldi. Albatta, shunday qilishimiz kerak. Agar sening o'lmingni istaganimda bu yerga sening odamlaringni himoya qilgani kelmagan bo'lardim. Siz meni tashlab ketdingiz. O'sha vaqtda hech narsa qila olmagandim. Meni kechirasan, o'sha vaqtda hech narsa qila olmagandim, lekin hammasi joyida endi. Hammani bu yerdan olib chiqishim mumkin agar miltiqni menga bersang.
Nima, sen kimnidir otib qo'ydingmi? Otilgan o'q kimnidir e'tiborini tortishi kerak. Meni kechir, og'ayni. Pastdagilar endi politsiyani chaqiradi. Albatta, u haq. Shaharning yuqori qismida gumonlanuvchi bir necha inson qo'lga olindi. Ana endi biz yana ularni e'tiborini tortishimiz kerak. Diqqat, bizga o'q otishyapti. Yana takrorlayman, bizga o'q otishyapti. Santiago mehmonxonasi yonida shimoliy minorada otishma aniqlandi. Endi faqat tirqish ochish qoldi. Maqsadimizga yetdik. Qolganlar kelishini kutishimiz kerak. To'g'ri aytyapsan. Voy ahmoq, nima qilib qo'yding? Ey xudoyim, bilasizmi, menga bu juda yoqadi. Senga aytgandim. Ular shu yerda, ular shu yerda. Voy ahmoq qiz, og'zingni yop. Hammangiz o'lasiz. Og'zingni yop. Qani, ketdik. Afsuski, men yura olmayman. Oy xudoyim. Boring endi, uni qutqaring. Biz sizni tashlab ketmaymiz. Arkin, Yelenani uyga olib bor. Ketinglar. Uni qutqaring. Boringlar tezroq. Boringlar. Ey jin ursin. Qani yigitlar, olg'a, olg'a. Birinchi guruh, siz oldinga boring. Faqat buyrug'imni kutib turing. Hamma tayyorlansin. Yo'q, bu tuzoq, tuzoq. Axir men sizga nima dedim? Bu tuzoq dedim-ku. Men seni hali itdan tarqagan. Hoy, erkakmisan? Nima qilyapsan? Hoy sen, bechoragina, boshingdagini olishdan qo'rqasanmi? Sen meni eslaysanmi? Meni esladingmi? Ha, bu yoqqa kel, yaramas. Albatta, meni eslaysan, shundaymi? Qani, yonimga kel, itvachcha. Jo'ja xoroz, patingni yulib olaman hozir. Ha, mendan qo'rqayapsanmi? Bu yoqqa kel, jigaringni sug'urib olaman hozir. Mana bu la'natli bo'yningni kesib tashlayman. Qani, la'nati, kela qol. Kel,
Tezsiz bo'l. Qo'rqayapsanmi yoki? Itvachcha. Hoy, laycha, bu yerga nega kelding? Xo'sh, gapir, nima qilmoqchisan? Yo'q, unday qilma. Yo'q, kerak emas. Yo'q, sen bunday qila olmaysan. Meni oldimga kel, yaramas. Yo'q, unday emas. Yo'q, kerak emas. Iltimos. Yo'q, unday qilma. Yo'q. Biz bu yerdan chiqishimiz kerak. Ha, albatta, chiqib ketishimiz kerak. Ko'raylikchi, qanday imkoniyatimiz bor ekan. Qara. Yo'q, qo'lingdan kelmaydi bu. Uni o'zingga ushlab, qo'lingga tortishing kerak. Yo'q, buni eplay olmayman. Kel, yaxshi qo'lingni chiqarib ol. Men pichoqni ushlab turaman. Endi esa men tomonga siljit. Yaxshi, oz qoldi juda. O'ylab ko'ring, yana qandaydir yo'l bo'lishi kerak bizda. Bo'lishi mumkin. Nima qilyapsan? To'xta. Nima qilmoqchisan o'zi? Bilagimni birortangiz bosishingiz kerak. Uni yana qayta sindirishimiz uchun. Nima? Shunchaki shunday qiling. Bizda ko'p vaqtimiz yo'q. Pas, iltimos, tezroq bo'ling. Kimdir bormi? Qilinglar, tezroq bo'ling. Bizga o't o'chiruv bo'limining yordami kerak. Ha, albatta, ozroq chida. Deyarli yetib qolding. Shoshilmay tur. Ozroq chidab tur. Uni endi yana qayta solishimiz kerak. Qani menga qo'lingni ber, tez bo'l. Oh, la'nati! Biz bu yerda ko'p qola olmaymiz. Tezroq bo'ling. Biz ketishimiz kerak bu yerdan. Tur. Ketdik. Pastga tushishimiz kerak. Pastga qaramang. Arqonga elashib tushing. Faqat tezlashing. Faqat ehtiyot bo'l. Xo'p. To'xtab qolmang, yurishimiz kerak. Voy xudoyim, bularni qarang. Siz izlagan barcha filmlar makoni aslmedia.net.
Yo! Tur o'rningdan Arkin, tur! Iltimos, bizga yordam bering. Yordam, biz shu yerdamiz. Bu yerda kimlardir borga o'xshaydi. Men hali tugatmadim. Qo'lingdan kelgani shumi, ahmoq? Ko'zlarimga qara. Menga qara deyapman senga. Tezlashing, ular o'lib qolishi mumkin. Arrani olib kelinglar. Qani, bo'la qoling, bo'ling. Biz bu qotilni yo'q qildik. Endi esa biz yakuniy qaroringizni kutib qolamiz.
Biz 60-yillardan keyin bunday vaziyatga duch kelmagandik. Ma'lum bo'lishicha, uning otasi vaqtida aqldan ozgan ekan. Taksidermiyadan olingan barcha kimyoviy moddalar, xo'sh nima deb o'ylaysiz? Ularning barchasi butun oilaga tegishlimi? Barchasi senga tanish ko'rinyapti, shundaymi? Chunki sen o'sha kolleksionersan. Xo'sh, nima deb o'ylaysan? Bir-birimizni qayerdan tanishimiz mumkin? Albatta, sen o'sha 14 ta litsenziyaga ega bo'lgan entomologsan. Sen o'shanda 12 eding. Otang muzeyga boshliq bo'lgan, shundaymi? Seni juda ko'p xafa qilgan. Qani, orqangga qara. Senga o'giril dedim. Xo'sh, maqsading o'ldirishmi? Yo'q. Albatta, bu yaxshi bo'lardi, lekin birinchidan men his qilgan barcha narsalarni senga his qildirishim kerak. Keyin albatta seni o'ldiraman. Shunda albatta hech kimni xafa qila olmaysan. Qani, ol ulushingni. Ma!